Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Ushbu videoda biz sizlarga kelajak menejerlari platformasida qanday qilib ro'yxatdan o'tish, elektron pochtani tasdiqlash va tizimga muvaffaqiyatli kirish tartibini bosqichma-bosqich ko'rsatib o'tamiz. Birinchi navbatda brauzeringiz orqali kelajak menejerlari.uz deb yozib oling. Shundan so'ng kelajak menejerlar platformasining asosiy sahifasiga yo'naltirilamiz. Asosiy sahifada biz platforma haqida ma'lumot olishimiz mumkin. Masalan, platforma kimlar uchun? Platformaning qanaqa xususiyatlari mavjud? Va platformadan qanday foydalanish kerak? Agar siz yangi foydalanuvchi bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun sahifaning yuqori o'ng burchagida joylashgan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Endi biz ro'yxatdan o'tish formasidamiz. Bu yerda quyidagi ma'lumotlarni to'ldirishimiz zarur. Elektron pochta manzilimiz. Bu tizimga kira olishimiz va akkauntimizni faollashtirish uchun kerak bo'ladi. Ismimiz, familiyamiz, telefon raqamimiz va oxirida parol yaratib olamiz. Parolimiz kamida 8 ta belgidan iborat bo'lishi lozim va bunda bitta katta harf, bitta kichik harf va bitta raqam ishtirok etishi kerak. Barcha ma'lumotlarni to'ldirgach, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng biz kiritgan elektron pochta manzilimizga tasdiqlovchi xabar yuboriladi. Endi pochta manzilimizga kiramiz. Men yangi oyni ochib olaman va bu yerdan elektron pochtamga o'taman. Sizda ham ushbu sahifada bir nechta xabarlar mavjud bo'lishi mumkin. Xabarlar ichidan No-Reply kelajak menejerlari.uz manzilidan kelgan maktubni topib olamiz. Xabarni ochamiz. Profilimizni faollashtirish uchun akkauntni tasdiqlash tugmasini bosishimiz kerak. Shundan so'ng akkauntimiz tasdiqlanadi va biz tizimga muvaffaqiyatli kirib oldik.